50 bab. Mirza Babakir farzandlarining oqibatining bayoni. Vaqtiki zamonning hokimi va jahonning hokimi Hazrati Sultan Said Xon yorgan taxtida o'rinlashib, hamma zarur ishlarni bajarib tamomladi. Shu chaqda xonga Mirza Jahongir otasining keyindan Tibetga bormabdi, Sanju chegarasida turib etibdi deb ma'lum qilishdi. Shunga xon tog'amga qarindishingizning o'g'lini elib kelgaysiz deb yorliq qildi. Tağam buyruqqa binoan Sanjuga bordi. Jahongir Mirza go'yoki baxit davlatga o'xshash tağamning istiqboliga keldi. U noiti sulg'un holda mundaq arz qildi. Ro'shan va oshkoradirki, Peqir otamning saltanati zamonida hamisha otamning g'azabi va siyosatining qo'rqinchisidan titrab va cho'chib, xilvat bulung pushqoqlarda umr o'tkazgan edim. Jon vahimasidan boshqa hech qanday fikr ko'nglimga kashmaydi. Bu muddat ichida bir soatmi oromlik va farog'at ko'rmagan edim. Hamisha so'zilishchan qo'llarimni pinhonlik ostidan chiqara olmaydim. Tamayim ko'zni mamlakat, mansab va hukumat husniga oshmaydim. Doim nomurodlik jamiyada siyosat zahrini ichatdim. Vaqtiki otamning davlatining uli vayronlik yuzlandi. Hashamat binosi xon lashkarining zilzilasidan gumurildi. Shu chaqda meni xilvat bulungdan chiqardi-da, hukumat taxtida o'ltirg'izdi. Peqir 42 yillik umrim ichida tajriba oyg'ini pinhonlik etigidan chiqarmabdiman. Doim vahima va qo'rqinish sharbatida xavf-xatar qadihida ichibdiman. Bu hukumatning bir nafaschiligimi fursati qolmagan tursa, uningga men qandoqmi bosh bo'la olayman? Onun ustiga otamning odati shundoq ediki, har doim farzandlardan birarsini o'ltirsa, mening huzurimda. Bu o'ltirgan o'g'lim shijoatlik, qobil va g'ayr yosh edi. Agar uni o'ltirmasam, u menga Shiruya otasi Xusravga, Abu Dalatif Mirza otasi Mirza Ulug'bekka qilgan muomalani qiladi deydi. Men bu so'zni anglagandan keyin yinimning salomatligi uchun imkoniyatning barcha qobiliyatsizlik, bo'shanlik va g'ayratsizlik qilishga kirishatdim. Hammaga ma'lumki, 42 yil ichida susluq, qobiliyatsizlik va jur'atsizlikdan bo'lak ish bilan shug'ullanib boqmagan tursam, otam o'zi vayron qilib qo'ygan bundaq bir fursatlik saltanatga qandoq bosh bo'la olayman? Qandoqmi uning hodisidan chiqa olayman? Otamning qilgan kori boradigan hech biridan xabarim yo'q. Mendan hech kimga zulm va ta'adi yetgan emas. Xalqqa har nima yetgan bo'lsa, otamdan yetgandir. Bir gunohkor odam boshqa odamning gunohiga javobgar emas. Bir odamning gunohi bilan boshqa bir odam jazoga tortilmaydi. Qur'on Karim 6-sura In'am 164-oyatning bir qismi. Degan karamlik oyatning hukmi bilan menga gunoh qo'ymag'aylar. Otamning gunohi bilan meni gunohkor qilmag'aylar. Men xonning huzuriga boray. Qolgan umrimni xonning xizmatida o'tkazay deb noyda ojizlik va shikastalik bilan yuqorqi so'zlarni izhor qildi. Tag'am uningga to'liq tasalli berib, xazina, mol-mulk va chorva mol peshkashlari bilan billa xonning huzuriga elib keldi. Bu Jahongir Mirza Ihson Bug'axonning qizidan tug'ilgan o'g'il edi. Ihson Bug'axonning kichik inisi Yunusxon Sultan Saidxonning buvisi edi. Mirza Babakir Oqsuni olgan vaqtida Oqsu Alachxonning poytaxti edi. Yuqorida bayon qilib o'tilgandek, Alachxonning 4-qizi Xadicha Sulton xonim Mirza Babakirning qo'liga tutqun bo'lib qolgan edi. Mirza Babakir Xadicha Sulton xonimni e'tiborlab va ehtirom bilan saqlab, balog'at mezgilida yetganda o'g'li Jahongir Mirzaga ilib bergan edi. Bu Xadicha Sulton xonim mushu chaqda xon bilan diydorlashdi. Xon Xadicha Sulton xonim bilan otimi bir, onami bir tuqqan edi. Al-qissa xon Jahongir Mirzaga noiti ko'p iltifot va inoyatlarni qilib, uni aziz va mukarram tutdi. Misra. Bütün meseleler sana herkeski birovning gunohi. Xon uning otasining qilgan gunohlari va qabiy qilmishlarini talto'kis ko'nglidan chiqarib etib, Jahongir Mirzani o'zining urug' tuqqanlarining martabasiga chiqardi. Uningga Xadicha Sulton xonimni alohida katta to'y qilib bermak kerak deb va'da qilib yorliq tushirdi. Shu zimistonning oxirida Yangisarda bir kechasi Jahongir Mirzani butkul mulozimlari bilan birga o'ltiribdi. Kimning o'ltirganligi hech ma'lum bo'lmadi. Xaloyiq gumon bilan bu voqeani xilma-xil kishilarga bog'lab qiyos qilishdi. Tangri eng yaxshi bilguchidir. Mirza Babakirning farzandlari ko'p. Neçiligan qobil farzandlarini
o'zi azob va uqubatlar bilan o'ldirgan. Qolganlarning cho'ngi Jahongir Mirza edi. Uning ahvoli yuqorida zikr qilindi. Uning yana Sultan Mahmud Mirza ibn Sultan Abu Said Mirzaning qizidan 2 o'g'li bor edi. Birining eti Torangir Mirza, yana birining eti Bo'stangir Mirza edi. Mirza Abu Bakr o'ldirilgan zimiston oxirlashib, bahor mezgilda Tibetga kishi avatilib, uning ahli ayollari oldirib kelindi. Mirza Abu Bakrning harimi Xonzoda begimni tog'am yangi qatorda nikohiga oldi. Torangir Mirza xonning mulozimatida edi. Oqibat suvga cho'kib o'ldi. Ammo Bo'stangir Mirza Tibetda onasi va qarindoshlaridan ayrilib, Yorkentga kelmay, Kashmirga berib, Kashmirdan Hindistonga bordi. Bu vaqtlarda Bobur podshoh texi Hindistonni olmagan edi. Bo'stangir Mirza Hindistondan qochib Kabulga bordi. Gerçi Bo'stangir Mirza podshohning tog'isining qizining o'g'li bo'lsa-mu, ammo uning otasi Mirza Abu Bakrning qilmishlarining yomonligi tufaylidan Bobur podshoh uningga iltifot qilmadi. U Kabulda turolmay Badaxshonga Mirzaxonning huzuriga ilojisiz bordi. Mirzaxon Bo'stangir Mirzaning otasi bilan bir tuqqan edi. Mirzaxonmu Mirza Abu Bakrning adovati tufaylidan tuqqanlikdan yuz o'rdi. Shunga u yerdanmi qochib O'zbek Shaybonxon tarafga bordi. Suyinchaxon uni bu bir odam bolasi. Uningga iltifot va yaxshilik qilish bizning bo'ynimizdagi zaruriyat deb izzat ikrom qilib obdan muhabbat qildi. Bo'stangir mushu kunlargacha Andijon va Toshkentda izzat va ikrom bilan turaveribdi. U qobiliyati va yaxshi xislatlari bilan mashhur. 51-bob. Sultan Saidxonning Qoshqarni ishg'ol qilgandan keyingi ahvolning bayoni. Bilmek kerakki, xonning daryoda keng xotiri mamlakat va davlat, hukumat va saltanat ishlaridan xotirjam bo'ldi. Ko'ngli in'om va ihsonga moyil, qo'llari saxovat va marhamatga mabdum bo'ldi. Nazm. Dil ergar daryovu qo'l kundur digil, ul saxa ahli diliyu ilkibil. Bo'libmi urush so'qish mezgilda mardonlik ko'rsatgan. Yuqorida ismi zikr qilinib o'tgan polvonlarga in'om qilishning chek-chegarasi qolmadi. Beyt. Ularga salahu yarag'u supur. Qabahayi atlas kamarhayi zar. Ata aylidi xoni hotam nishon. Bahar abri yag'liq bo'lib zarq fishan. Sibig'a agar simu zar bersa shah berur jangi vaqtida boshin sipah. Shunda qilib xonning in'om ihson bulutidan butkul sipah va lashkarlari to'liq qong'ichi suv ichdi. Xonning adolat nurlarining sho'lisidan dehqon va ra'iyat beshidagi zulm qorong'uligi shundoq ko'tarildiki, beyt. Bu rang soldi olamga zilda karim. Ki zaliga Rustam qilolmas sitim. Chu adling zamonida ey shahsavar qilolmas jafo kimsaga ro'zgar. Her tarafga boradigan yo'llar xavf xatardan shu qadar xoli va omonlik bo'ldiki, agar bir xotin kishi bir oyoq oltinni beshta qo'yib safar qilgan taqdirdami, uningga hech qanday xatar yetmaydi, deb tamsil qilinadi. Bu zaman o'zining holtili va maqol so'zlari bilan bu beytni o'qimoqda edi. Beyt. Tashti zarin billi bir tan baradur sharq ila g'arib ki oning habuti dafi'i atti jahonning xatarin. Uningdimi ajoyibroq yaxshi ahvol shuki, agar bir xotin bir tovoq oltinni yo'l ustida qo'yib, o'zi yiroq yerga berib xeyli soatlardan keyin qaytib kelgan taqdirdami, tovoqdagi oltinni kam kutusiz to'liq tepib olalaydi. Beyt. Kishi ursa bir yil safarga qadam, anga yetmagay xavfu, ranju, alam. Butkul mamlakat nizomi va davlat intizomi mazkur sipah va ruvoyatlar bilan shundoq barqaror bo'ldiki, butkul xaloyiqning yuziga aysh ishrat va farog'at darvosi ichildi. Beyt. Ayshu rahat ishikin jumlaga ochding ey shoh, davlat ishikin sana oshqan hamdam lutfi iloh. Hamma xalq har qaysi o'z ahvoliga yarasha ishrat sharobini shodlik qadahlaridan ichishga mashg'ul bo'ldi. Beyt. Her kişi qildi güjada tarabi kasasi safu badasi amdi. Bo'libmi Hazreti Xon o'zining hol tili bilan bu so'zni aytadi. Beyt. Tanim tuprog'i tarkibi imishidur badarlayedin. Yetar ko'nglimga jamiyat sharobi g'amzodiyadin. Hazreti Xon atiganlik jamdan tiniq mayni bir tomchi qoldirmay sumirmigicha sahattin tortmas
va suvi hargiz nafas chiqarmas edi. Hazrati xon quyosh kabi piyolasini aylantirmoqcha oltin libosli quyosh hargiz palak bezmigohida davr qilmaydi. Hazrati xon bezmi to'nidan aysh ishratning bilur jomini yoqut rangli sharob javharlari bilan to'ldirmoqcha hech bir kecha hilolning kumush kosasi shafaqning gulrang sharobi bilan to'lmas edi. Beyt Bulmağım bir ləhzə xali bəzmə işarətdən mudam. Yoxturur könglimdə fikri malu zər hasıl kalam. Umuman bütkül xalayiq xususan xanның xas məmrahları meyxurluq bilan keçini kündüzgə, kündüzni keçiga ulaştırmaqdaydı. Keçi bilan kündüzning kelgan və ketgan xəbəri bilinməydi. Ularning bu hayot keçmişidən xəbəri və bu zamana əhvallardan sezimi yox idi. Beyt Kuyunğa məst olub keldimu mecnun ketdim. Bilmədim, mənki niçik gülşən edim, çün ketdim. Meyxurluq bilan şug'ullanish shu darajaga yetdi ki, kishilar hushyorlikni or-nomus biladi. Mastlikni noiti atvorliq hisoblaydi. Bu xil noloyiqlik tarixning hijriya 920-yili Rajab oyidan. Hijriya 920-yili Rajab oyi milodiya 1514-yili 8-oylarga to'g'ri keldi. Başlanıp taki tarixning hijriya 928-yilning oxiri bo'lguncha. Hijriya 928-yili milodiya 1522-yilning oxiriga to'g'ri keldi. Üzülmey davom qildi. Uningdan keyin xonga azal muvaffaqiyati va abadiy barqaror Tangrining inoyati yor yo'lak bo'lib, mayxurlik qilmishiga chin ko'nglidan tavba qildi. Bu vaqa Xudo xolisa pat fursatda bayon qilingusi. 52. bab. Amin Xoja Sultanning Turpandan Said xonning mulozimatiga kelganligining bayoni. Shu qishning o'rtasida Amin Xoja Sultan keldi. U voqeaning tafsiloti mundaq. Yuqorida Sultan Ahmad xonning farzandlarining soni haqidagi bayonda Amin Xoja Sultanning xon bilan otami bir, onami bir qon qarindosh ekanligi eskartib o'tilgan edi. Sultan Ahmad xon vafot bo'lgandan keyin Oqsu Mir Jabarbardining qarshilik qilganligi tufaylidan Mirza Abu Bakrning hukmronligi ostiga kirdi. Sultan Ahmad xonning hamma farzandlari o'z ulusi bilan Turpan va Chalishqa ketdi. Mansur xon otasining o'rnida podshoh bo'ldi. Inilari hammasi Mansur xonning xizmatida. Amin Xoja Sultanmi Mansur xonning xizmatida edi. Amin Xoja Sultan yoshlik mezgiliga yetganda fitna pasatchilar uni podshohlik havasiga dalolat qildi. Yoshlik g'ururi tufaylidan Amin Xoja Sultandimi akisiga qarshi bosh ko'tarib chiqish orzusi paydo bo'ldi va fitna pasat paydo qilishga boshladi. Mansur xon necha muddatgacha uningga nazar solmay o'tkazibdi va barliq nasihatlarni qilib baqdi. Ammo Amin Xoja Sultanning bu orzu istagi pasaymadi. Oxir Mansur xon Amin Xoja Sultanni o'limga buyurdi. Yoraka otaka xonning ishonchli kishisi edi. Amin Xoja Sultanni o'ldirishga shu bel bog'lab Mansur xonning oldidan elib chiqdi-da, uyiga elib berib o'ldirmay gamida maxfiy saqladi. Ammo xaloyiq orasida Amin Xoja Sultanni o'ldirdim deb gap tarqatdi. Necha muddatlar o'tgandan keyin xonning Mirza Abu Bakr ustidan g'alaba qilib, Qashqar viloyatini ishg'ol qilganligi xabari anglandi. Mansur xon Amin Xoja Sultanni o'ldirganiga ko'p pushaymon qilib, haddidan ziyoda afsus va nadomatlarni chekdi. Mansur xonning pushaymon qilganligini ko'rib, Yoraka otaka Mansur xonga arz qildiki, "Beyt, qatl qilmoq tirikni dur oson, lek mishkil o'likka jon bermak" degan mazmunga amal qilib, oliy yorliqqa xiloflik qilib, Amin Xoja Sultanni o'ldirmay maxfiy saqlagan edim dedi. Mansur xon bu xush xabarni anglab, to'lidan to'liq xo'shal xuram bo'ldi. Yoraka otaka iltifotlar aylab, Amin Xoja Sultanni oldirib kelib, uning ruxsat berdi. Amin Xoja Sultan Babajoq Sultanning qishig'i keldi. Babajoq Sultan Mansur xon bilan oti bir, oni bir qon qarindosh. Babajoq Sultan u vaqtlarda Ko'san va Boy diyorlarda edi. Chunki Ko'san va Boyni Mirza Abu Bakr bayron qilib, necha muddatgacha xaroba holatda qolgan edi. Babajoq Sultan kelib, u yerlarni obod qilib o'rlashgan edi. U toki hozirgi kundimi shu yerda turibdi. Shunda qilib Amin Xoja Sultan Babajoq Sultandan ruxsat olib, Qashqar taraf yuzlandi. Amin Xoja Sultanning keldigan xabar anglandi-da, xonga yangi jon va cheksiz shodlik hosil bo'ldi. Xon
tili bilan bu so'zni aytdi. Beyt. Laksa gul kelur bu bog'dan, kelgusi bihrahirga biraxtan. Shu kunlarda anglagan edimki, xon bu beytni takror o'qiydi. Beyt. İki şah mühre eğer qo'ysa bir-birsiga pusht, düşmanidan yetmagan hech zaman zarbatu musht. Demak, xon Amin Hoji Sultonning ishlarining zibu zinatlarga imkoniyat chegarasidan tashqari ahamiyat berdi va tirishchilik ko'rsatdi. Cheksiz shafqat va tarbiyat yuzasidan uning oyoqlarini palakdek yuksak taxtga chiqardi. Jumladan xon o'zi uning istiqboliga chiqdi. Onun hamma uy asboblarini xon o'zniki bilan o'xshash qilib rostlatib berdi. Ular bu qishni suhbat va aysh-ishrat bilan o'tkazdi. Bahor vaqti bo'ldi. Amin Hoji Sultonga shohona ziyofatlarni berib mehmondorlik qildi. Butkul Mo'g'ul qavmidan kishi ilg'ab, Do'g'lat mirzalardan Amir Jabor Bardaning enisining o'g'li Baksariq mirzani ulus begi qilib, uning qo'shib berdi. Barangar amirlarning ulug'i Munkabak, uning aslimasi Qashqar yosilida bayon qilindi. Mir Ayyub Bekchakning enisi Nazar mirzani va hamma Mo'g'ul qavmidan odam tanlab, uningga bir qancha atoqliq amirlarni qo'shib, Amin Hoji Sultonni Oqsuga avatdi. Oqsuni Mirza Abubakri ishg'ol qilgan chaqda u yerga hamma puhralarni Qashqarga ko'chirib olib ketgan edi. Endi ularning hammasini ko'chirib Oqsuga olib keldi. Tarixning Hijriya 921-yilning 5-i. Hijriya 921-yilning 5-i, milodiya 1515-yili, 2-oyning 15-kunlarga to'g'ri keldi. Amin Hoji Sulton Oqsuga bordi. Bu so'z Molla Muhammad Niyozning tarjimasida bordi deyilgan. Parischa nusxalarda Rafat Mangdi yüzde deyilgan. Amin Hoji Sulton Oqsuga bordi. Mirza Abubakri Oqsuning hamma tovuq batini vayron qilib, puhralarni Qashqarga ko'chirib, Ushda bir mahkam qal'a yasab, shu yerda lashkar to'xtatgan edi va ozroq terikchilikmi qildirgan edi. Xon Qashqarni olgan hamon Ushga kishi avatib, u yerni Mirza Abubakri vaqtigidek idora qildirgan edi. Amin Hoji Sulton berib oldi bilan Ushga tushdi. Ushda bu yerga tava joylarning hammasini terikchilikka kirgizib bo'lgandan keyin 2-yili Oqsuga berib, Oqsu qal'asini ilgirki tarzda bino qildirdi. Amin Hoji Sultonning qolgan ahvolati o'z navbatida bayon qilingusi. 53-bob. Sultan Saidxon bilan Mansurxonning orasida ko'ni ko'ngil og'riqi bor bo'lsa-mu, Sultan Saidxonning Mansurxonga o'zrixohlik qilib, uning bilan ko'rishishni orzu qilib, muloqot bo'lishganligi. Ulug'liq va buyuklik egisi bo'lgan Hazrati Tangri har qanday zotni boshda yaratgan chaqda yaxshi sifat, yiqimliq axloq bilan sifatlab yaratgan bo'lsa, har qanday chaqda u zotdan yaxshilikdan o'ziga ish sodir bo'lmaydi. Agar hamma xalq uningga yomonlik qilgan taqdirdami, u zot u yomonlikning badliga yaxshilik qiladi. Chunki bu xil xislat uning tug'ma sifati bo'lg'ashqa, ixtiyorsiz holda shu tarafga qadam bosadi. Beyt. Anga ni ixtiyoru qudratidir. Haq erur fail, ol erur mecbur. Chunki bergi daraxtu shohi shajar, bodisiz tabergeyu shamu sahar. Undaq bo'lmaganda insonchilik taqozosi yomonlikqa yaxshilik qilishga chidamaydi. Ko'ngil aynigini adovat kirlaridan pok tutishga taqat qilolmaydi. Bu voqeaning bayon qilinmoqchi bo'lgan tafsiloti bu mazmunga haqiqiy dalildir. Bu kitobning bosh qismida bayon qilib o'tilganidek, xon qerindishi bilan Mo'g'ulistonda qirg'izlar bu ikkaylarning mulozimida edi. Shu orqali tirikchiligi ta'minlanib o'tayotdi. Beyt. Ki libasu mata'u atu xijr. Ondaki bar idi qalulu kasr. Ular har holda o'zining salomatligiga va omonligiga xushal edi. Qisqasi, Mansurxon ular ustiga lashkar tortib keldi. Charun Chaloq degan joyda uchrashib qattiq urush qildi. Oxir bu ikkaylar yengildi. Shu sababdan Mo'g'ulistonda tura olmadi. Qarasa, olam yuzda bular borg'udak hech omon esanlik panoh joy yo'q. Ilojisiz birining orqasidan biri Farg'ona viloyatiga berib, Shohibi xonning qo'liga tutqun bo'ldi. Xonning inisi Halil Sulton Oqsi daryosida g'arq bo'lib Tangri rahmatiga erishdi. Xon qamoqqa tushdi. Oxir qechib qalandar suribdi-da,
Kabulga bordi. Bu vaqalarning hammasi to'liq bayon qilib o'tildi. Demak, xonning beshiga kelgan g'am-alam va balo kulfatlarning hammasiga Mansurxon sababchi bo'ldi. Beyt. Adu bo'lsa barodarga barodar, hamma dushmandan o'ldir saxtu abdar. Oqibatda xonning davlat asosi va saltanat shon-shavkati shu darajaga yetdiki, lashkari sanoqsiz, butunlay tig'nayzlar bilan qurollangan qo'rqmas bahodirlari, oliy martabalik dangdor botirlari sonsiz va hisobsiz bo'ldi. Beyt. Lashkari lashkar kashkim fatu nusrat keldi tarik. Ni yaqin vaqif bu lashkar tuli arzidan nashak. Neyzəsinin nevkidin vəhşədidir ruyi səmək, atlarının nəəlidin qorqub ciba kiymişsəmək. Xanның bu kuş-qüvvət və şəvkət dəbibisidən ətraf vilayətlərdəki hallarının köngləgə qiyas qılğısız vəhimə peyda bolğan idi. Bolubmu Mansurxon neçə illərdən beri Mirza Abubakirdən qorqub keçib turpan və çalışның bulunlarda yürgən idi. Mana xanның bu şan-şəvkət və uluqluq dağdıqısı aləmgə bir boldu. Mansurxonda ya xon bilan uchrashqidek majol yo'q, ya uningdan qechib qutulg'idek tinish aman joy yo'q edi. U o'zining kechayotgan ahvoliga qarata bu misrani o'qimoqda edi. Misra. Afsuski yo'l banidur olti tarafimin. Mansurxonning bu qo'rqinchisi ustiga yana bir muhim masala shu bo'ldiki, Emin Hoji Sultonmu berib xonga qo'shildi. Mansurxondan ko'rgan jabo va zulmlarning hammasini bayon qilib, xonning ko'nglidagi ko'ni jaroitini qaytadan tatildi. Xonning bargohi huzurida xizmat qilayotgan barliq davlat arkonlari va mamlakat ulug'lari Mansurxon ustiga lashkar tortib berib, Turponni ishg'ol qilib, Mansurxondan yetgan bevafoliqlarning intiqomini olishni tavsiya qildi. Ular hammasi birdek fikrga kelib, xonga mundaq arz qildi. Shu chaqda Mansurxon quvvat topgan edi. Shu qadar jabr jabolarni qildiki, uni bayon qilib o'ltirishning hojati yo'q. Buningdan keyinmi fursat topsa, shundaq muomalalarni qilg'usidirki, uni deb bo'lg'il bo'lmaydi. Qisqasi, ehtiyotchilik yo'li shuki, endi uni bir hujum bilan yo'qotib, ko'ngilni uningdan tindirish kerak. Hamma amirlar va ulug'lar ana shundaq so'zlarni deb o'xshash talaffuzda va birdak mazmunda arz bayon qilishib, gapni shu yerga yetkazdi. Ammo yaxshiliqqa odatlangan Hazrati Xon mundaq yorliq qildi. To'g'ri, bu olam bir mukofotdir. Birovga bir navbat kelsa, yana birovmi bir vaqtlar kelib qudrat topqusidir. Ammo insof shuki, kichiklarning odati itoat, cho'nglarning ishi inoyatdir. Agar kichiklar itoatda kamchilik sodir qilsa, cho'nglarning kichiklarga adab berishi zarurdir. Biz shu chaqda muxoliflik qilishganda ko'rinishda bizning tarafimiz haqli ko'rinsinmi, ammo haqiqatda bizning ishimiz noto'g'ri. Qusur o'zimizda edi. Chunki Mansurxon bizning otimiz o'rnidagi ulug' oqimizdir. Shu vaqtda biz uning xizmatida bo'lib, itoat qilishda xato qilgan edik. Shunga uning cho'nglik sifati bilan bizni adablishi lozim edi. Əmdilikdə paq və büyük Tangri bu xəzinə, dəpinlərni və şahana əslahalarni ata qılıb, mənə kuch qudrat bədi. Şuna aşu xatalıqlarımğa keçirim sorab, özrisini ada qıldığın vaxtım gəldi. Əmdi o qusurlarım üçün özür sorab günahimlə tilişim. Aşu biyədəblikimnin xijaltın layıq xizmətlər bilən tügütüşüm kerek. Beyt. Kərim körgülü lütfi fərverdigar. Günahni qılır bəndə ul şərmisar. Hazır Mansurxon atımızın o'rnida. Biz atımızın xizmetini qılalmağan və ata arzusuğa qanmağan bolsaqmı, əmdə akımızın xizmetini qilishimiz və atımızға qanmağan həsrətlərimizə onun camali bilən təsəlli berishimiz kerak. Xon shundaq deb Mansurxonning huzuriga elchilarni orqa avatib muntaq arz qildi. O'zlaridan bizga yetgan ishlarning hammasi o'zimizning naloyiqimizdan yetgan edi. Agar bizdan naloyiq ish sodir bo'lmagan taqdirdami, o'zlaridek ota o'rnidagi og'imiz bizda kichik inilarga har qancha kam iltifotlik qilgan, har qancha g'azab va siyosat qilgan taqdirdami, og'imizning hukmiga bo'yin tovliq qilishga va beadablik yo'liga qadam qo'yishga bizning nima haddimiz bo'lsin? Beyt. Seninki dardu g'aming yoru naguzurumdur. Agar jafo qilur ersangmi, dil farizimdir.
İltimasım shuki, ilgari meningdan o'tgan hamma nuqsonlarni bu pardasi bilan yapqayla. Saodatli ko'ngil aynaklariga o'ltirgan barliq adovat to'zonlarni yo'q qilg'ayla va piqir bandining oyoqlarini o'pish soatiga yetishimga paraqlari kechisi qorong'u bo'lgan ko'zimni jamollari quyoshning nuri bilan yo'riq qilishga ijozat bergayla. Chunki bu ishda nurg'un foyda va hisobsiz manfaat hosil bo'lg'usidir. U foydalar jumlasidan biri shuki, agar men xizmatlarga musharraf bo'lsam, qilgan xatoliklarning uvol nijosati, amallarim etikini bulg'ab qo'ygan bo'lsa, hazratlarining rizqlari suyi bilan yuyilib pok bo'lg'usidir. Yana biri shuki, Tangriga shukri, bu g'olibiyatdan do'stlar shadxo'ram, dushmanlar xarozarim va zabun bo'ldi. Agar hazratlari bilan ko'rishish nasib bo'lsa, do'stlarning xo'shalligi va dushman ahvolining parakanda ham parishonligi texim yuqori chakka yetkusidir. Bizga yomonlik ko'zliguchi hasadxo'rlarning kuch-quvvat bilaklariga shikastalik, tirikchilik quyoshiga zavollik yetkusidir. Buningdan boshqa foydalarimi ko'pdirki, uni bayon qilishga ehtiyoj yo'q. Beyt. Malahat birli husning itixof aylab jahon oldi. Kim aylab ittifoq oxir jahonni olmayin qoldi. Xon ana shundoq muvofiq mazmun va yaqinlik so'zlar bilan o'zir nomlarini yezib orqa-orqadan elchilar avatdi. Birining keyindan biri yetib borgan elchilar nurg'un to'kbi peshkashlar va hisobsiz esil hadiyalarni Mansurxonning nazaridan o'tkazdi. Bu Mansurxonning lebiga jon, tiliga iymon kelib turgan vaqtlar edi. Bu xush xabarni anglab qaytadan yangi jon topdi va cheksiz shodlandi. Qisqasi elchilar qayta vaqtida ikki xonning uchrashadigan joyini qaror qilishdi. Uchrashish uchun har ikkala xon ikki tarafdan yo'lga chiqdi. 54-bob. Mansurxon ahvolining qisqacha bayoni. So'zning muridi Mansurxonning bayoniga yetdi. Shunga Mansurxonning ahvollarini qisqacha aytib o'tish loyiq ko'rindi. Bilmek kerakki, Mansurxon bo'lsa Sultan Ahmadxon ibn Yunusxonning cho'ng o'g'lidir. Sultan Ahmadxonning aksi Sultan Mahmudxonga shundoq voqealar duch keldiki, uning bayoni oldingi kitobda qisqacha zikr qilib o'tilgan edi. Tafsiloti Xudo xolsa tarixiy aslda bayon qilingusi. Xulosa shuki, Sultan Mahmudxon Yunusxonning vaqtidagi ko'ni amirlarni amaldan qoldirib, ularning o'rniga xonga xushamat qilib, uning tabiatiga muvofiq mulozimat qiladigan bir necha pastkash odamlarni o'stirib, amirlik va sardorlik martabasiga ko'tardi. Davlatning cho'ng ishlarini shularga topshirdi. Ular o'zining aql va ro'yining sustligi tufaylidan Sultan Mahmudxonni vasvasiga selib, shu darajaga yetkazdi-ki, uning ko'ni do'stlari xor va zabun bo'ldi. Ya'ni O'zbek, Qozoq va Chag'ataylar podshohlari qadim zamonlardan beri ular bilan do'st va tarafdor bo'lib kelgan edi. Ularga muxoliflik qilib, qadimiy dushmanlarni o'zlariga yangi do'st qildi. Ularni haqiqiy ko'ngildan do'st bildi deb gumon qilib, ularga hamkorlashdi. Yana Shohibixon ko'ni dushman edi. Sultan Mahmudxon uning bilan do'st bo'ldi. Shohibixon Sultan Mahmudxonning yordami bilan Chag'ataylar podshohlari ustidan g'olib kelib, Mavara'u nahrini oldi. Uningdan keyin Sultan Mahmudxonni yo'qotishning va Toshkentni elishning qasdiga tushdi. Beyt. O'zim topdim o'zimga bu baloni, nechik topqum o'zim amdi davoni. Shundoq aytibdilarki, beyt. Dedi o'g'li Rustamga chun zoli pir, ki hech vaqt dushmanni ko'rma haqir. Adu bo'lsa dafi ayla topqanda das, vagarna sana bergasidir shikast. Sultan Mahmudxonning bundaq ahvolga duch kelganligini anglagan Sultan Ahmadxonning qarindoshlik mehr muhabbati jo'sh o'tdi. Himmat qo'llari mehr shafqat yoqsidan tutdi. Tarixning Hijriya 907-yili. Hijriya 907-yili, milodiya 1501-1502-yillarga to'g'ri keldi. Sultan Ahmadxon Sultan Mahmudxonning xizmatiga ravon bo'ldi. O'z o'rnida cho'ng o'g'li Mansurxonni butkul Cholish, Turpan, Boy, Ko'san, Oqsu va Mo'g'ulistonda mustaqil podshoh qilib o'ltirg'izib, qo'yib o'zi Toshkentga bordi. Undan keyin yuz bergan voqealar yuqorida to'liq bayon qilib o'tilgan edi.
Sultan Ahmadxon Toshkentda yengilib kasal bo'lib, o'z poytaxti Oqsuga qaytib keldi. Mansurxon otasining istiqboliga chiqdi. Sultan Ahmadxon shahriga kirdi. Uning kasali borgan sari ig'irlashdi. Mansurxonni Turponga avatdi. Mansurxon Turponda edi. Otasi olamdan o'tdi. Mansurxon Turpondan Oqsuga keldi. Ammo Sultan Mahmudxon Oqsuning podshohligini sal chaqlab, Oqsuni tashlab Mo'g'ulistonga ketdi. Beyt. Tog'a qochdi, uqbaga ketdi padar. Bo'lib mulk begonidan sho'rishar. Musallat bo'lib hasim qildi jafa, paru balin ochdi, uqabi bala. Mansurxon Oqsuda o'rlashdi. Amir Jabarberdi 3ta edi. Bu Amir Jabarberdi Doğlat qavmidan bo'lib, Sultan Ahmadxonning ulus begi edi. Xonning huzurida e'tiborli va yaqin odam edi. U haqiqatan shu martabaga loyiq mard, donishmand, aql va tadbirlarda, mamlakat nizomi va davlat ishlarida tangdasiz kishi edi. Beyt. Kibir tabir ila lashkar sinibdir, kibir shamshir yuz boshni kesibdir. Bilmek kerakki, bundaq fitne do'lqinlari qaynam hosil qilgan kunlarda buningdek qobil kishi qarg'a keladi. Uning aql va tadbiri bilan tugullar yeshiladi. Ammo odat shuki, mirosxo'rlar miros molning qadrini bilmaydi. Shuningga o'xshashla otalardan qolgan ko'ni sadoqatmand kishilarning qadrini bilmaydi. Mansurxon Amir Jabarbardini o'ltirish qasdiga tushdi. U Amir Jabarberdi manga qasd qiladi, uni o'ltirmasam saltanat menda qaror topmaydi deb gumon qilib, bu g'alat gumonga agishib ketgan edi. Ammo bu gumoni xato edi. Aksicha uning saltanatining barqarorligi va davlatining mustahkamligi Amir Jabarberdi bilan edi. Amir Jabarberdi bu sirlardan xabar tepib, qancha nolizar qilib baxti va o'ziga bo'lgan ziyonkashlikni yo'q qilishga ham Mansurxonning ishlarini rivojlantirishga shuncha ko'p tirishchanlik va fidokorliklarni ko'rsatdi. Lekin Mansurxonga yanada yoqmadi. Amir Jabarberdi toki o'zining o'ldirilmaguncha Mansurxonning xotirjam bo'lmaydiganligini bildi. Shunga o'z jinni muhofazat qilishga chora tadbirlar qilishning fikriga tushdi va Mirza Abubakirning huzuriga kishi avatib uni taklif qildi. Amir Jabarberdi avatgan kishi yetib berish bilanla Mirza Abubakir 30 ming kishilik qo'shin bilan chaqmoq chaqqandek tez yetib keldi. Amir Jabarberdi qo'l ilkida barning hammasini peshkash qilib, Mirza Abubakirning nazaridan o'tkazib yordam va madad berish yo'sollarini ado qildi. Mansurxon Turponga ravon bo'ldi. Qolgan xalq bir muncha amirlar bilan Oqsuv qalasiga bekindi. Mirza Abubakir urush bilan Oqsuv qalasini oldi. Uningdan keyin Amir Jabarberdiga lashkar berib, boy va ko'sanga avatdi. Bular berib boy va ko'sanni bulab, butun xalqni ko'chirib Oqsuvga ilib keldi. Boy va ko'san shu qadar vayron qilindiki, u yerda ovatliqning iznasi qolmadi. Shuningdan keyin Amir Jabarberdi Mirza Abubakirga mundaq arz qildi. Sharaflik xotiringizga ro'shan bo'lsinki, endi menda Mo'g'ul xonlarining ishiga bog'dak yuz qolmadi. Chunki men ularga hech kim qilmagan yuzsizlikni qildim. Ularning barliq taxtu toji, mol-mulki va oila, bola-chaqalarining hammasini yo'qlik shamoliga survatdim. Sizga sodiqlik yuzdan Paqirning ko'ngliga shunday fikr kelyotdiki, endi boy, ko'san va Oqsuvni vayron qilish, xalqni Qashqarga ko'chirib ilib ketish, ushni bir to'p lashkar bilan muhofazat qilish kerak. Paqirning uy voqi va ahli ayolim sizning xizmatingizda Qashqarga borsin. Menga ruxsat bergaysiz. Men chalishqa va tog'larga berib xalqni ko'chirib kelib mulozimatimizga yetkazgayman. Shunda qilib Mo'g'ul xonlarining ishini to'liq tamomlagan bo'lay va ularning ko'nglini xotirjam qilay. Amir Jabarberdining bu chora tadbiri Mirza Abubakirga noit yoqdi. Shunga Amir Jabarberdini qo'yib, uning oilasini butkul Mo'g'ul xalqi bilan birga ilib ketdi. Amir Jabarberdi ahli ayolini o'z jinining sadiqasi qildi. 2 o'g'lidan boshqa hamma oilasini Qashqarga avatdi. Beyt. Salib tashladim oldag'ina men libos, igin qolsa qolsin bo'layman xalas. Amir Jabarberdi bu tadbir bilan o'zini Mirza Abubakirdan ajratdi. Mirza Abubakir butkul shahar, oymoq, sakra va tog'liqlarni xaloyiqdan xoli qoldirib, shaharni huquqqa, kentni chug'undakka tashlab berib, haddi hisobsiz dapini dunyo,
chorva va mol-mulk eşyalarını ilib hayvat hashamat bilan Qashqarga mangdi. Amir Jabarbardiga bir muncha lashkarni qoldirib ketgan edi. Amir Jabarbardi u lashkarlardan ayrilib Mo'g'ulistonga ketdi. Mirza Apabekning lashkari Qashqarga ketdi. Shuningdan keyin Mansurxon Amir Jabarbardiga qasd qilganiga pushaymon qildi. Mundaq bir qobil kishi bo'lmay turib, mamlakatni idora qilg'ili bo'lmaydiganligini bildi. Shunga Amir Jabarbardi qishig'i kishi avatib, to'lidan to'la o'zir xalqlarni aytib, uni o'z huzuriga taklif qildi. Mansurxonning onasi Amir Jabarbardining qarindoshi edi. Amir Jabarbardi bildiki, Mansurxon o'z qilmishiga pushaymon qilib, nizo va adovatlarni ko'nglidan chiqarib etibdi. Shunga bu taklifni qabul qilib, bormisi yaxshi bo'lmoqdek. Shuningdan keyin o'zir xalqni keskin dalil, va'da va qasamlar bilan ta'kidlab va mustahkamlab, ondan Mansurxonning huzuriga ravon bo'ldi. So'z bu yerga yetganda, buning hikoyani yozish muvofiq ko'rindi. Bu bir mashhur naql. Aytishlarga qaraganda Talhak Termizda vafot bo'ldi. U vafot bo'lish vaqtida meni 4 yo'lning o'tirsiga dafn qilinglar. Qabrimni egiz qatironglar. Uningga xushxat, husni xat bilan qabrim beshiga kelgan har qanday kishi mening ruhimga duo qilsa, u duo qilguvchiga la'nat. Agar duo qilmasa, otasiga la'nat bo'lsin deb yezib qo'yinglar deb vasiyat qilgan ekan. Bu yerdagilar kulishib, kishi bu ikki la'natdan qanday qutulur deyishibdi. Qutulishning chorasi shuki, u kishi Termizga bormasin va Talhakning qabrisiga yo'llamasin. Moğol padişahlari bilan Doğlat ulug'larining ahvollarimi mushu voqeaga o'xshaydi. Ular agar Amir Jabarbardi Mansurxonga qilgan muomaladek ish tutib, o'z jonlarini qutqizsa, ularni ajab tuzkurlik va aqidasizlik qildi deydi. Agar tog'amdek tuz haqqini saqlab, aqida ixlos qilib, tavob qilish yuzidan marhum xonning qabrisi ustida motamdor bo'lib nolizor qilib o'ltirsa, beshini shu yerda kesidi va o'zini o'limdan qutqiza olmadi. Qo'lidan hech ish kelmadi. Ajab nomard ekan deydi. Kimki Mo'g'ul xonlarining mulozimatida bo'lsa, oqibatda topadigan natijasi shu bo'ladi-ki, nomardlik otiqini ko'taradi yoki tuzkur degan haqoratga duchor bo'ldi. Bu ikki otoqdan xalos bo'lman degan kishi Mo'g'ul xonlarining mulozimatida bo'lmaslik va ularning xizmatiga yaqin yo'lmaslik kerak. Uning chorasi mana shu. Onamning qarindoshi, mening tog'am Sulton Mahmudxon. Tangri uning hujjatlarini nurli qilg'ay. Bu turkiy beytni noiti yaxshi aytgan ekan. Beyt. Olam ahli birla olamdan vafo topmas kishi. Ey xush ul ozoda kim, olam bila yo'qdir ishi. Bu murtida bu beytmi noiti muvofiqdir. Beyt. Oshnolik qilasan, gohi qilg'ung jang. Oshnolik bilan dushmanliking har ikkisi tang. Ammo mana Gühri Moğol xallarının quloq sepida turmaydi. Balki bu güherlarning o'rniga eshak munchiqini yoqtirdi. Quloq sadibini eshak munchiqi bilan zinnatlaydi. Masnaviy. Jami bu va izi talih darsida chand. Xalqni zammi ayib itursan chand. Charix kariki mikro ila qandar, boshingga chuvurlar tugurmandir. Kishi sendek bu dahrda hammam hol qilmadi oq tugurman ichira saqal. Turma gard ostida qo'pib ketgili, ko'z yoshingning suyida g'usul etgil. Tangriga tashakkur va minnatdorliklar bo'lsinki, hozir men ularning yiroq bir burchakka kelib tushdim. Endi ularni eslash va yodlanishdanmi yiroqroq bo'lgan a'lo. Asli hikoyaning oxiri shuki, Mansurxon turli chora amallar bilan Amir Jabarbardiga tasalli berib, uni huzuriga ilib bordi. Amir Jabarbardi borgandan keyin xonning zarur ishlari tartibga tushdi. Mansurxon yengilgan vaqt tarixining Hijriya 910-yili. Hijriya 910-yili milodiya 1504-1505-yillarga to'g'ri keldi. Bo'lgan chaq edi. Toki Hijriya 922-yili. Hijriya 922-yili milodiya 1516-yilga to'g'ri keldi. Bo'lg'icha Mansurxon Chalish va Turpanda edi. Bu muddat ichida ko'p voqealar bo'lib o'tdi.
Qısqası, u kunlarda Mansurxonning qarindishi uningga qarshi chiqdi va Mo'g'ul qavmidan har kishi o'z oldiga fitna fasod va qalaymaqonlik tug'dirishga boshladi. Shu sababdan orliq nasldan bo'lgan mo'tvar amirlarni mansabdan tushiribdi. Qirg'izlarni hiyla bilan qo'lga keltirib, ularning ko'pinchisini o'ldirdi. Bir qitim qalmoqlar bilan urush qilib, qalmoqlarni yengib g'alaba va nusrat topdi. Bu voqealardan keyin Mansurxonning ish kuchlari to'liq tartibga tushib, yurishishga boshladi. Bu ishlarning hammasi Amir Jabarbardining aql tadbirlari bilan bo'lgan edi. Oxirida Babajoq sulton ayrilib chiqib, o'z xabarlari bilan Ko'sanga keldi. Mansurxon orqasidan kelib muhozara qildi, ammo uning maqsadi Babajoq sultonni qo'lga tushirish emas edi. Shunga sulhi qilish taklifini orqa soldi. Babajoq sulton uningga: "Amin Xoja sultonning qarindishingiz edi. Uni yot kishilarni o'ldirgandek o'ldirdingiz. Qaysi ishonch bilan siz bilan murassa qilaman?" dedi. Mansurxon xijolat bo'lib Amin Xoja sultonni o'ldirganiga pushaymon qildi. Chunki Mansurxon Amin Xoja sultonni fitna paydo qiladi deb o'limga buyurib Yaraka Atakaga topshirgan. U o'ldirmay saqlagan edi. Shu chaqda Yaraka Ataka Mansurxonning pushaymon qilganligini sezib, "Men hukmingizga xiloflik qilib, Amin Xoja sultonni o'ldirmay saqlagan edim" deb ma'lum qildi. Mansurxon ayda xushal bo'lib, Amin Xoja sultonni oldirib kelib, Babajoq sultonga topshirib murassa qilib yondi. Amin Xoja sulton Babajoq sultondan ruxsat olib Qashqarga keldi. Bu ahvol yuqorida bayon qilib o'tildi. Babajoq sulton Ko'sanda qoldi, toki bugungacha Ko'sanda turibdi. Bu voqealardan keyin xonning Mansurxon huzuriga elchi avatib ittifoqlashganligi, Mansurxonning Turpandan Ko'san va Bayga kelganligi, Mir Jabarbardini oldin xonning istiqboliga avatganligi va ularning Arabot sahrasida ko'rishganligi qatorliq voqealar pat yaqinda bayon qilingusi. 55-bob İskender sultonning tug'ilganligining bayoni. Tarixning Hijriya 921-yili Jumadiyal oxirgi Hijriya 921-yili Jumadiyal oxirgi milodiya 1515-yili 7-oyning o'tirlariga to'g'ri keldi. Edi. Baxit davlatning muborak beg'ida xonliq tarixiy murod mevasini berdi. Umid diqqini orzu o'ruqini menga bir farzand ato qilgan. Qur'on Karim 19-surasi Maryam 5-oyatning bir qismi degan oyatning ikinzarga tergan edi. Biz haqiqatan sana farishtalar orqali bir o'g'il xush xabar beramiz. Qur'on Karim 19-sura Maryam 7-oyatning bir qismi degan oyatda aytilgandek husnni ko'rsatdi. Beyt Kirami gavhari daryoyi shohi charidog'i ravshani nuri ilahi. Ulug'liq va saltanat beg'ida yangi ko'chat bosh chiqardi. Xonliq tarixiy sultonlikning yangi mevasini ko'rsatdi. Yana bir farzand dunyoga keldi. Xonning mo'misi Shohi Bekam tarafdan nasabi Iskandar Zulqarnaynga yetadi. Shunga tabarruk bilib, bu farzandning itini Iskandar deb atadi. Shu davrning fozil kishilari Iskandar sultonning tavalludi uchun tarixlarni aytishdi. Shular jumlasidan bo'lgan Mevlana Muhammad Shirozi buyuk olimlardan bo'lib, butkul ilmlarda mahir. Tibobat ilmining nazariyasi va amaliyatida birdak komil usta tebib edi. U zot 30 yildan beri Mo'g'ul xonlarining mulozimatida noiti loyaqatli xizmatlarni qilgan. Xonning saltanati zamonida u sadri sudur bosh vazir bo'lgan edi. Mevlana Muhammad Shirozining ba'zi ahvollari pat yaqinda bayon qilingusi. Shu Mevlana Muhammad Shoh Iskandar Far. Bu so'zdagi harflarning abjad hisobidagi sonlari jamlanganda 921 degan son, ya'ni Iskandar sultonning tug'ilgan yili, ya'ni Hijriya 921-yili, milodiya 1515-yili kelib chiqadi. Iskandar podshoning shon shavkati degan tarixni topgan edi. Taqvodor va fazilatlik Xoja Nuriddin Abdulvahid Tahuri qozi. Uning ahvolini keyin bayon qilingusi. Naql Irim. Bu so'zdagi harflarning abjad hisobidagi sonlari jamlanganda
Hicriyat 921 yılı İskender Sultan'ın tuğulğan tarihi kelib chiqadi. Cennet ko'chdi degan tarixni topgan edi. Ba'zi puzzlelar lashkar ishkan. Bu sözdeki harflarning abjad hisobida sonlari jamlanganda 920 degan raqam kelib chiqadi. İskender Sultan'ın tuğulğan tarixini ifodalashga buningdan 1 yil kam taqiladi. Lashkar yangochi degan so'zni tarix uchun topdi. Buningdan boshqa yana bir necha tarixlarni topgan edi. Ammo yuqorqilardan o'zgisi esimda qolmabdi. To'li mayxo'rlik qilgan sababdan ashu kunlarda xonning sharaflik mizojida noyda ojizlik yuz berdi. Shunga xon tabiatini kuchaytirish uchun havolanmoqchi bo'lib Mo'g'ulistonga bordi. Xon bir mezgildan keyin Mo'g'ulistondan qaytib kelib, menga mundaq farmon qildi. Sen menga go'yoki farzandning o'rnidasan. Xonlik sadabining yigona go'hri bo'lgan singlimni sana nikohlab berdim. Buningdan ümidim shu ediki, sizlardan bir farzand vujudga kelsa, uning o'ng ko'zi mening jamolim bilan yo'risa, so'l ko'zi sening yuzing bilan ro'shan bo'lsa, bir o'g'il ikki otaga bog'lansa, ikki ota bir o'g'ilga shodlansa deydim. Bu umidimning natijasi texchi ko'rilmay turibdi. Endi sen bu yangi farzandimni o'zingga farzandlik qabul qilgin. Mening sendan kutgan umidim mendan yuzaga chiqsin. Agar buningdan keyin sendan farzand vujudga kelsa, bu farzandga qarindosh bo'lsin. Agar farzanding bo'lmagan taqdirdami, farzandga ehtiyojing tushmasin. Xon shundoq deb menga va singlisiga bu qadar iltifot va inoyatlarni qilib, bu so'zni orqa soldi. Biz ikkimiz jon dilimiz bilan qabul qildik. Shundoq qilib, to'y jabduqlari va sovg'a salomga keraklik lozimatliklarni tayyorlashga kirishdik. İskender xonning ahvollarimi keyin bayon qilingusi. 56 bab. Aqsu'ni qayta qurish voqeasining va Mansurxon bilan Sultan Saidxonning elchi avatishib sulhi qilishganligining bayoni. Xanzuja nashrga asosan to'liqlandi. Muharrirdan. Vaqtiki Amin Xoja Sultanni Aqsu'ga avatgandan keyin shu yili bahorda Amin Xoja Sultan Aqsu'ni qayta qurishga kirishdi. Shu vaqtlarda xon bila Mansurxonning oralarida muhabbat yuzidan elchilar yurishib turadi. Yoz vaqti bo'lgan edi. Mey ichish bilan ortiqcha mashg'ul bo'lganlikdan xonning sharaflik mizojida zaiflik va to'salg'i ko'rindi. Oxir qizitma va titrak paydo bo'ldi. Mevlana Muhammad Shirazi iqtidorli olim va usta tabib bo'lib, u o'zining sharaflik umrini butunlay mushu xonadonning xizmatiga sarf qilgan edi. U xonning muborak tomirlarini tutib ko'rgandan keyin buning iloji shuki, havo almashtirish kerak dedi. Shunga xon Mo'g'ulistonning Qashqarga yaqin chegarasiga qarab yo'lga chiqdi. Ammo xon Qashqar xalqidan texi xotirjam emas edi. Shu sababdan Peqirni Yorkentda qo'yib ketdi. Peqir yurt ishida qudratimning yetishicha idora qildim. Kuz faslining oxirgi vaqtlarida xon Mo'g'ulistondan qaytib keldi. Xonning sharaflik mizojida yuz bergan zaifliklar Mo'g'ulistonning jannat kabi havosining yiqimliqligi tufaylidan mo'tadil holatga kelib, sog'lom badan bilan Yorkent taxtigohimga qadam tashrif qildi.